Podramniga o'ta darajada ayanchli yorilib ketgan Nexia'ni ko'rib turibsizlar. Ko'rishlari mumkin. Bu juda ham achinarli holatda. Qattiq balon va hadovoy tugagan mashinaning ahvoli mana shunday bo'ladi. Bu yog'ini ham ko'rishlari mumkin. O'ta darajada ayanchli. Temirni aldab bo'lmaydi. Shuning uchun o'z joyida qarovini ham keltirib qo'yish kerak. Videoni oxiriga qadar ko'ring, qiziqarli bo'ladi. Sizda ham agar Nexia bo'lsa, mana shu metrga yaxshilab e'tibor bersangiz, bo'lit sentri 1.5 turibdi. Demak, buni podramniga ketgan hisoblanadi. Aslida 1.3,5, 1.4 razmeri kelish kerak. Oradagi tafovutni ko'rishingiz mumkin. Siz ham bir o'lchab ko'ring. Metrda mana amortizator chashkasini ustidan o'lchaydi deganlarga bu yerda sentrini olish icha mushkulroq. Aldanmaslik uchun ikkala bu tarafda ham amortizator boltini sentriga, bu tarafda ham amortizator boltini sentriga qo'yilsa, shunda yana ham yaxshiroq, aniqroq razmer kelib chiqadi. Amortizator ustiga qo'yishimiz mumkin, buni ustida dumaloq bir sentrni topish mushkulroq narsa. Ishlab qarab turinglar, maza qilib yoradigan joyi. Tortma omadani. Bo'ldi mana. Amirlarga da yopishib yubordi. Tort. Bo'ldi. Buni mana shunday yopishiga juda maza qilaman-da mana. O qarang, choykini choyga kelishiga.